Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz bugun xudo xohlasa keyingi galdagi ishimizni Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida chekka bir lalimkor yer maydoniga ixtisoslashtirilgan yer maydonida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Ushbu yer maydonida kichik yer maydoni bo'lganligini hisobiga asosiy sifatli sprinklerimizni minisidan foydalanamiz va ushbu yer maydoniga kovrak ekilganligini hisobiga hech qanaqasiga ochiq joylarni qoldirmasdan sug'orishdagi muammolarni bartaraf qilishga biz o'z bilim va ko'nikmamiz bilan harakat qilamiz. Yuqorida boshqa videolarimizda ko'rganingiz singari ushbu yer maydonida ham o'z ishimizni mukammal tarzda olib boramiz va bu jarayonni siz bilan biz birgalikda kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi va videomiz davomida qiziqarli savollarga javoblarni bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ma'lum bir soniyalardan so'ng xudo xohlasa ishimizni yakuniy qismi va ishlash jarayoni xususida bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rib turganimizdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida qilingan ishimizni o'z yakuniga yetkazdik. Sprinklerlar 5 dona sprinklerimiz, mini sprinkler bu. Akona zavodiga tegishli mini sprinklerimiz. 2 kilovatlik glubinli nasosimiz 5 ta tochkani maksimal ideal tarzda aylantirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu yer maydoni kovrak ekini bilan ekilgan joy hisoblanadi va ushbu yerda asosan lalmikor yerlar bo'lganligini hisobiga suv muammo, aynan o'shaning uchun ham yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi tanlandi va ko'rib turganimizdek bu o'z natijasini berishiga 100% ishonchimiz komil. Mana bu keyingi kadrdan ko'rishimiz mumkin. Mana bu sprinklerimizni biz ligirovka holatiga keltirdik, chunki masofa yaqinlashib qoldi. Ya'ni mana bu yon atrofidagi devorlarga zarar bermaslik uchun aynan ligirovka qismidan maxsus ishlar olib borildi va o'sha maxsus yer maydoni uchun sepiladi va tashqi holatda suv tashqariga chiqib ketmaydi va ko'rib turganimizdek mana start berganimizga bor yo'g'i 3 daqiqa bo'ldi va 3 daqiqa ichida mana shu holatda yer namlandi. Bu esa normal holat hisoblanadi. Ushbu yer maydonidagi nasosimizni esa uy yonbag'rida qilingan 15 yoki 10 tonnalik mana shu yonkisiga nasos o'rnatildi. Nasos har doimgidek o'zimizni glubinli nasosimiz. Mana bu esa ishlash jarayoni. Bu insonga ham zavq beradi, ham ekinlarga bir muncha foydali tarzda suvni yetkazib beradi va vaholanki suvni ham 50% balki undan ham ko'proq miqdorda tejashga yordam beradi va eng asosiysi o'sha nasos orqali ishlatilganda esa tok hajmini kamligiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida daromadni yuqori bo'lishi va rasxodni kamayishiga sababchi bo'ladi. Ushbu yer maydoni yuqorida aytib o'tganimizdek kovrak ekini ekilgan. Kovrak ekini uchun yomg'ir sevar ekin bo'lganligini hisobiga ushbu yerda aynan sug'orishni yomg'irlatib sug'orish ustanovkasi tanlandi va ustanovka o'rnatib chiqildi va ishlash jarayoni insonni ko'nglini birmuncha ko'taradigan tarzda chiroyli holatda aylanayotganligini siz bilan biz kuzatib turibmiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida chekka bir lalimkor yer maydoniga mo'ljallashgan yer maydonida kovrak ekinlari uchun yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qildik. Ushbu yer maydoni kichik bo'lishiga qaramasdan bir muncha sug'orishdagi muammolar yuzaga kelganligi yuzasidan akamiz bizani uyiga taklif qilishdi va ushbu yer maydonida ham o'zimizni sifatli mahsulotlardan foydalanilgan holatda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatdik va eng qiziq jihatlardan biri nasosimiz 2 kilovatlik glubinli nasos va sprinklerimizda sifatli sprinklerni minisidan foydalandik, chunki yer maydonini eni kichikligini hisobiga mini sprinklerimizdan 5 donasini mukammal tarzda aylantiryapti va bu 5 dona sprinkler esa o'sha belgilangan yer maydonini 100% tarzda yomg'irlar tomchisi ostida qamrab olayotganligini
bundan oldingi videomiz orqali ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Agar sizda ham xuddi shu kabi yomg'irlatib sug'orishga qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol videomiz ostidagi nomerlarga murojaat qilishingiz va kommentariyalarda o'z izohlarimizda o'z fikringiz, savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin va biz hech qaysi bir savol javoblarni e'tiborimizdan chetda qoldirmaymiz va har biriga alohida e'tibor berib javob berib o'tishga biz harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz aynan siz uchun. Biz siz uchun xizmat qilishdan aslo charchamaymiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.